Assalomu alaykum. Hammalaring obunachilarimiz. 2025-yil 27-may Pesochniy fazan jo'jamiz. Mana 6 kunlik xo'roqcha. Pesochniy bolasi. Qolganlari kichikroq. 6 kunligi. Canavar. Fazan jo'jalarimiz. Bodri mana. Ularga shu mana yem berdim, hozir ularga mana. Brullar doni start. O'sha yaxshisi Samarqandnikimi, Toshkentnikimi bo'laveradi. Bir 3 kunda bir, 4 kunda bir faollashtirilgan aktivniy ugul bu, faollashtirilgan ko'mir aktivniy ugul. Brullar doni sal namlab turib jo'jalarga 3 kun, 4 kunda bir aralashtirib, misol bir siqim yemga, bir siqim brullardonga bir dona tabletkasini maydalab, shu mo'ljal qilib maydalab aralashtirib berib turilsa jo'jalarga ichini tozalaydi, axir ichki etkilarini oldini oladi. Oshqozonlarni zo'r qilib qo'yadi. Bodri yuradi jo'jalarni. Bunaqada aralashtirib oladi, aktivniy uguldi. 3 kun, 4 kunda bir berib turiladi. Suvlari shu qaynab chiqqan tog' suv. Qaylarini mana shunaqa qilib setga qilib qo'ysa, o'zini axlatini yeydi. Buni biz mana almazga jo'jamiz bunisi. Almazga jo'ja. Jo'jalarimiz. Legini mana shunaqa qilib setga qilib qo'ysa juda yaxshi bo'ladi. O'zini axlatini yeb qo'yadi shunda. Ularga shunaqa qilib mana aktivniy ugul qilib berganmiz.